Keyingi yillarda aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish, ayniqsa yoshlar, xotin-qizlar va mehnat bozoriga ilk bor kirib kelayotgan maktab va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar qilinmoqda. Fikrimizga misol, Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan Zomin tumanidagi yirik sanoat korxonasida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Korxona 82 gektar maydonda barpo etilgan bo'lib, loyiha doirasida 80 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritilgani hisobiga yiliga 1 million dona maishiy texnika vositasi ishlab chiqariladi. Buning natijasida 7000 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatimizda har yili mehnat bozoriga 35 mingdan ziyod yoshlar kirib keladi. Hozirda uyushmagan, ish izlayotgan yoshlar soni 9700 nafardan ortiq. Shu bois tadbirga shahar va tumanlardan 2000 nafardan ortiq ishsiz yoshlar, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari, jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan shaxslar hamda ish qidirayotgan fuqarolar jalb etildi. Yoshlarimiz har bir zavodni ko'rib, sharoitini ko'rib xursand bo'lishyapti. Bizda hamma sharoitlari bor. 3000 kishilik yotoqxona tashkil qilindi. 4 mahal ovqati bor. Hozirgi kunda mingdan oshiq ishchilarni biz ishga oldik va bu yog'iga ko'pchilik ishli bo'ladi. Shundan keyin yoshlar zavodning ishlab chiqarish jarayonlari, zamonaviy texnologiyalar, xodimlar uchun yaratilgan mehnat va dam olish sharoitlari, o'rtacha oylik maosh miqdori, kasbiy o'sish va malaka oshirish imkoniyatlari bilan tanishishdi. Mana shu korxonani ish faoliyati bilan tanishib chiqdik, aylanib o'zimiz ko'rib chiqdik. Yaxshi, biz ham shartnoma qilishga qaror qildik. Tadbir yakunida 650 nafardan ziyod ishsiz yoshlar ishga joylashish uchun ro'yxatga olindi. Endilikda ularga kafolatlangan ish o'rni taklif etiladi. Shuningdek, korxona bilan viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari hamda 15 ta kasb-hunar texnikumlari o'rtasida amaliyot va kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlik memorandumlari imzolandi.